anchagina qiyin bo'lishi aniq. Ko'ramiz endi u bitta o'zi qanaqa qilib bu joydan chiqib keta olar ekan. Mahito o'zini hududini kengaytirdi va Nanamini olib kirib Yujini bo'lsa tashqariga chiqardi. Uning hududining nomi bo'lsa Buyuklik timsoli. U hududni kengaytirishni bugungina, ya'ni hozirgina o'rganib oldi. Nanamini o'lishi 100% aniq bo'lib turdi, lekin tepadan Yuji kirib keldi. Hudud agar ichkaridan qanchalik kuchli bo'lsa, tashqaridan kirib kelish ancha oson bo'ladi, degan ekan 300 IQli Mitsushi. Mahitoning hududiga Yuji kirgandan keyin sirazi Mahito adashib Sukunani ruhiga tegib qo'ydi. Keyin Sukuna uni joyida jazoladi va tashqariga chiqishga kelmagani uchun mayli shunchaki hamma narsani qo'yib yubordi. Uni bu qilgan ishi uchun Mahito tirik qoldi va joyida qochib keta qoldi. Mahito amallab kanalizatsiyadan qochib ketdi va bir kun Itadori Yujini o'ldirishini aytdi. To'g'ri, Yuji va Nanami tirik qolishdi, lekin Mitsushining negativlari hozir o'lib ketdi. Bechora negativlar. Bilaman siz negativ emassiz, shuning uchun bitta like va bitta komment kutaman. Yuji ham endi bu yo'lga ishiga jiddiy qarash kerak, sababi u ham endi katta bo'lib qoldi. Kimgadir mehribonchilik qilsang, u senga zulm qiladi. Lekin Junpei tirik qolganda yaxshiroq bo'lardi. Hozirgi paytda Marugo bo'lsa o'zini tanasini allaqachon to'liq tiklab bo'ldi. Bu ikkita aqlsiz o'zboshimchalik qilgandan ko'ra tinchgina Getoni gapiga kirish kerak. Endi ular bu yog'iga Geton rejalarida ishlaydigan bo'lishdi. Ha, aytgancha, Anibladan yangi chiqib o'tgan qiziqarli animelarni ko'rib o'tirsam bo'ladi. Agar siz rostdan animelarga qiziqadigan bo'lsangiz, Play Market va App Store'dan Aniblarni albatta yuklab olishingiz kerak, sababi u juda ham qiziq va zamonaviy animelarni olib chiqadi. O'zingizga yoqqanlarini olib, bemalol ko'raverasiz. Esingizda bo'lsa, Yujini tirikligini hozir faqatgina Gojo va Nanami, yana bitta Ijichi ham biladi. Endi ular Tahime Iori Gojochi syurprizni olib keldi va shuni ochib ko'rsatgan edi. Yuji Shirilardan kechirim so'radi, tirikligini aytmagani uchun. Almashinuv dasturi 2 kun davom etarkan, birinchi kunda janglar bo'lar ekan. Bu ajratilgan hududda eng kuchlisi 2-darajali la'nat bo'lar ekan. Bizani komanda reja tuzish bilan ovora. Yujin texnikasini so'rashganda u urush va tepish deb aytdi. Lekin o'ylab qarasa, urush bilan tepishni hamma ham qila oladi. So'rashsa, albatta Yuji yutadi deb aytdi. O'ttigilar bo'lsa, menimcha Yujini Saitamadek kuchi bo'lsa kerak deb o'ylashdi. Ozgina cringelashib ketdi. Lekin menga farqi yo'q. O'ldirishgandan keyin buni baxtsiz hol. Uni ichi bo'yicha Yujini o'ldirishgandan keyin buni baxtsiz. Uni ichi bo'yicha Yujini o'ldirgandan keyin buni baxtsiz hodisa deb aytilar ekan. Yana muhimroq ishlari bor. Afsuski, Todosiz bu ishni qilish juda ham qiyin bo'lib ketadi. Lekin Noritoshi taslim bo'lishni xohlamadi va Itadoriga birga hujum qilishni rejalashtirishdi. Nihoyat hammasi boshlanadigan bo'ldi. Mana musobaqa boshlanishiga 1 daqiqa qoldi. Xo'p, unda 1 daqiqa ichida men sizlarga bir narsani aytib turaman. O'zbekistonda animeni o'zbekchada sifatli ko'rsa bo'ladi. Lekin qachondir Dohua, ya'ni 3 ta animelarni sifatli ko'rganmisiz? Lekin endi Banana TV ilovasida maza qilib sifatli ko'rsangiz bo'ladi. Yana bir yaxshi narsa, agar siz Mitsushi promo kodini ishlatsangiz, sizga skidkalar qilib beriladi. Shunday imkoniyatni o'tkazib olishni tavsiya bermagan bo'lardim.
Bular haliyam kutayotgan ekan. Bosganlarga rahmat. Endi davom etamiz. Mana almashinuv dasturi ham boshlanib ketdi. Yuji amallab yana turib oldi va Todo unga o'zini mashhur savolni berdi. Ya'ni qandoq qizani yoqtirasan deb edi. Yuji bunga javoban tanasi chiroyli va qalbi keng qizani yoqtirishini aytdi. Va nihoyat Todo bilan bir xil tipdagi odam topildi. Ammo bu joyda hamma kelib Yujiga qarshi chiqishni boshladi. Todo endi Yujiga yordam berishni tanladi, sababi Yujini tipi uniki bilan bir xil edi. Sababni qara. Todo Yuji bilan bor kuchi bilan jang qilmayapti, sababi u shunchaki uni trenirovka qildirmoqchi. Va Todo bir joyda to'xtab, ustozlik qilishni boshlab yubordi. Keyin Yuji ham tekin ustoz turganda tezroq foydalanib olish kerak deb uni gaplariga quloq soldi. Yuji endi kuchliroq bo'lish uchun yana harakat qilishni boshlab yubordi. Keyingi qismda bo'lsa bizani bundan ham zo'r va shiddatli janglar kutib turibdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarga thank you. Albatta Mizushi qaytgan va u birozgina vaqt topib bo'lsa ham video chiqarib